O'zgidrometallurgiya markazi ertaga 19 avgust kuni kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. O'z viloyatingizda, o'z shahringizda bir kun oldin va bir hafta oldin ob-havo ma'lumotlarini bilish uchun videomiz tagidagi like tugmasini bosishni unutmang va sahifamizga obuna bo'ling. Respublikamizda havo biroz o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metrgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 31-36 darajada bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metrgacha kuchayishi mumkin. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga ulashib qo'ying.